Ayol sigaret chekish tufayli rak kasalligiga chalinadi va vafot etadi. Bu ayolning ismi Terri. U sigaret chekishni maktabda o'qiyotgan paytdan boshlab boshlagan. Uning otasi va do'stlari sigaret chekkanligi uchun u ham qiziqish bildirib, kuniga bitta sigaretidan boshlagan. Yillar o'tib, bu ayol kuniga 2 ta pochka sigaretni chekishni boshlaydi. Va 2001-yil Terriga og'iz bo'shlig'i saratoni kasalligi, ya'ni rak kasalligi tashxisi qo'yiladi. O'sha yilning o'zida esa saraton tomog'igacha yetib borganligi aniqlanadi. Terri davolanishni boshlaydi va u tuzalishiga juda ham qattiq ishonardi. Saraton tufayli u ovozini yo'qotib qo'yadi va tomog'iga o'rnatilgan sun'iy ovoz moslamasi orqali gaplashishni boshlaydi. Olib borgan muolajalarga qaramasdan Terri 53 yoshda vafot etadi. Sog'lom hayot kechirib, tamaki mahsulotlarini chekishdan o'zingizni tiying. Biz bilan siz yanada xavfsiz va sog'lom bo'lasiz. Kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.